Şu çağlarda çömüldürgücü Yahya Yahudiya ülkəsinin çöllük rayonlarına kelip, təlim verip, şilege, yaman yollarınlardan yenip, tavuk kılınla. Çünkü erişinin padşahlığı namayan buluş altıda durdu, dedi. Çömüldürgücü Yahya, ilgiri Yaşaya peygamber tılgı algan kişi bulup, o mundaq degen. Bayavanda bir kişi, dilinglarni Rabbimizning kelishiga tayyor qilinglar, uning yo'llarini tuz qilinglar deb to'g'laydi. Yahyo payg'ambar to'gi yungidan kiyim kiygan, beliga ko'n tasma bog'lagan edi. Yaydig'ini chekatga bilan yavo hara hasli edi. Yerusalim shahridan, jumladan butun Yahudiya o'lkasidan va Yordan daryo vodilaridan kishilar uning oldiga kelishib, günahlarını iqror qilishdi va uning o'zini Yordan daryosida cho'mildirishini qabul qilishdi. Parisi va Saduqiy iqimliklardanmi ko'plagan kishilarning cho'mildirishni qabul qilg'ili kelganligini ko'rgan Yahyo payg'ambar ularga: "Ey soxtipaz yilonlar, tavba qilmay, Xudodan keldigan g'azabdan qechib qutulish uchun cho'mildirishni qabul qilayli deganinglar qanday gap? Agar gunohlarimizga tavba qildik desanglar, uni harakatinglar bilan isbotlanglar. Uning ustiga o'zinglarcha biz Ibrohimning avlodi bo'lganligimiz uchun Xudo gunohlarimizni cho'qim kechirdi deb o'ylab yurmanglar. Chunki sizlarga aytib qo'yayki, Xudo bo'miz Ibrohimga mushu tashladimmi, farzandlarni yoritib beralaydi. Palta daraxtning yiltizga yaqinlashgandek Xudoning g'azabi endi sizlarga yetib kelish oldida yaxshi meva bermaydigan daraxtlar kesilib, o'tqa tashlandi. Men sizlarni qilgan tovanglar uchun suvli cho'mildirman. Lekin mendan keyin texmi qudratlik biri keladi. Men hatto uning oyig'ini ko'tarishga loyiq emasman. U sizlarni muqaddas ruhga ham o'tqa cho'mildirdi. U qo'lidagi kurak bilan xamondagi sap bug'doyni ambarga, somunini o'chmas o'tqa tashlaydigan odamga o'xshash hamma insonni ayirdi, dedi. Şu kunlarda Hazreti İsa Yahyo payg'ambardan cho'mildirishni qabul qilish uchun Galiliya o'lkasidan Yordan daryosi bo'yiga keldi. Biroq Yahyo payg'ambar uni cho'mildirishga unamay, "Sening mening oldimga kelganing nemisi? Men cho'mildirishni asli sendan qabul qilishim kerak edi-ku", dedi. Lekin Hazreti İsa javoban: "Hozir mushundoq bo'lsin. Chunki Xudoning irodasini amalga oshirish uchun shundoq qilishimiz to'g'ridir", dedi. Shuning bilan Yahyo payg'ambar uni cho'mildirishga qo'shildi. Hazreti İsa cho'mildirilib, sudan chiqishga osmon yerildi. U Xudoning ro'yining kaptar holatida osmondan tushib, ustiga qo'nayotganligini ko'rdi. Ondan arishdan Xudoning: "Bu mening sevimli o'g'lim, men uningdan xursandman" degan ovozi anglandi.